Assalomu alaykum. Samarqand shahridagi Gagarin ko'chasidagi obyektimiz bitdi. Kafildan bo'ldi. Fasadimiz kafildan, metal konstruksiyaga qotirilgan. Hamma joyi kafildan bo'ldi. Mana tarasalar, atkozlar hammasi kafildan bo'lgan. Sifati juda yaxshi. Kafillardek sifati ham zo'r. Keramik kafil. Uncha-munchaga sinmaydi, yaxshi. Sifati zo'r kafillardan bo'lgan. Hozir ekrandagi nomerlarga bog'lansangiz mana shunday fasadlarni qilib beramiz, sifatli qilib beramiz. Nasib bo'lsa tez fursatlarda qilib berishga harakat qilamiz. Baho berasiz fasadga.